Hurmatli ota-onalar, mashalloh, tabarakalloh. Allohumma barik. Shu o'quvchimizning ismlari Abdurahmon boyda bo'ladi. Alloh fazli bilan bugun Qur'oni Karimni tugatdi. Alhamdulillah. Allohga ko'p hamdlar bo'lsin. Bu Alloh fazli albatta. Zalika fadlulloh yu'tihi man yasha. O'zi xohlagan kishiga beradi. Ushbu o'quvchimiz mashalloh kelganlardan beri boshqa o'quvchilarimizga qaraganda darslarini juda yaxshi qilib boradi. Hatto tanaffus vaqtida ham ustoz dars topshiraman deb turadi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh tarbiya bergan ota-onasidan rozi bo'lsin inshaalloh. Alloh taolo bundanda yaxshi yutuqlarga erishishini, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yodlashligini Alloh nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Va barcha o'quvchilarimizga ham Qur'oni Karimni yodlab, tugatib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yodlashligini, dinga yetuk xizmat qilishligini Allohdan so'rab qolamiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin barchalardan.